Assalomu alaykum, yaqinda sizlar sog'misizlar, charchaman filan kuni yaxshi o'tdim. Yaqinlarni demoqchiman. Men YouTube'da video qo'yaman, bilasizlar. YouTube'da bitta qizimni o'g'il bolani bilaman. Men ikkilardan qiz bola deb o'yladim, shuning uchun qiz bola o'zili kerak deb aytayapman. Garchi bitta qizimni o'sha bor ekan. Yaqinda kuzatish boshlagan bo'lsa, hamma videomga aktiv bo'lib, komment yozib, hammasiga gapiryapman, laykli bosib, bitta videomga podpiskashini yana keltirib, bu hayotda odamni yaxshilab qoladi. Uchun o'sha qizni xursand qilaman. Hozir ularga podpiskashini ko'rib turinglar, ketdi. Ob yaqinda YouTube'ga ham kirib olamiz. YouTube'ga kirgandan keyin mana ko'rishingiz mumkin, akkauntimga o'tib olamiz. Reyslarni bitta ko'rishingiz mumkin. Hammasini kommentariyasida mana o'sha qiz yozgan. Hammasiga omad, har xil kommentariyalar. Bitta videomga emas, hamma videomga like bosib, hammasiga aktiv bo'lgan qiz. Men kuzatdim u qizga, shuning uchun Pepe qaytaring deb ham yozgan ekan. Akkauntlarga kirib, men niklardan qiz bo'ldi o'ylam. Menimcha qiz bolalar, shuning uchun podpiska qo'ydim, mana obuna bo'lib qo'ydim.